Ushbu kitob sohibqiron Amir Temur shaxsining yana bir qirrasini ochadi. Uning davlat xavfsizligini ta'minlashdagi muhim omil, razvedka sohasida olib borgan o'ziga xos va ayni damda odilona siyosati, jangovar faoliyati asrda tiniq va ravshan yoritib beriladi. Sarkardaning erishgan zafarlari, buyuk davlatni barpo etishda unga yordam bergan xavfsizlik xizmatini tutgan o'rni tarixiy faktlar va voqealar asosida bayon etiladi. Asar Amir Temurni dunyo tamaddudida o'chmas iz qoldirgan buyuk davlat arbobi, iqtidorli va yengilmas sarkarda sifatida kitobxonlarga yana ham yaqinroq tanishtirish barobarida ularga buyuk ajdodimiz shaxsi bilan bog'liq ko'plab ma'lumotlarni yetkazib beradi. Sohibqiron Amir Temur va uning jahon tarixida tutgan o'rni haqida Fransiyada o'nlab tarixiy, badiiy va ilmiy asarlar yaratilgan. Mazkur asar 1980-yilda Parijdagi Payot nashriyoti tomonidan nashr qilingan. Shundan so'ng yana bir necha bora qayta bosilgan bu roman Samarqand tarixi bilan boshlanib, Amir Temurning dunyoga kelishidan umrining oxirigacha bosib o'tgan hayot yo'lini qamrab oladi. Unda sohibqiron barpo etgan saltanatning keyingi taqdiri hamda Boburning hayotiga alohida boblar ajratilgan. Buyuk bobokalarimizning Yevropa qirollari bilan o'rnatgan munosabatlari haqidagi qimmatli ma'lumotlar ham ilova qilingan.